Assalomu alaykum yurtdoshlar, Urganch Vasat obunachilari. Bugungi manzaramiz Yangi bozor. Rossiya sovxozlar. Vasatli plitga berganmiz. Vasatli plitkalarimiz rekasi do'qilishi shunday bo'ladi. Bu ustamiz uyning egasi, ustasi. Bu sening 9 cm bo'ldi. Ajoyib chiqqan. Şimdi sıratına gap yok. Şopni görüşünüz mümkün. Bir çizik. Bu 3D varyantımız. Sokalar. Sokal 3 katar bu an. Şu şöyle fasonda isini vergenimiz. Sokalını. Yan başlarını tumba. Lambar göster. Yan başlarına şunun tumba etken. Eshikni chetlari ham shunday tumba bo'ladi. Orasida bunday sarayib turganlar izgar. Xudo xolasa, ko'rib hammasi bir xil bo'lib qo'shib ketadi. Joyimiz bitgandan keyingi bir videosini ham tashlab qo'yamiz. Loqlari sepilib, to'liq bitganini.